Jizzaxda o'tayotgan kitobxonlik haftaligi doirasida taniqli bolalar shoiri, dramaturg va publistik Ibrohim Donish xotirasiga bag'ishlab Ibrohim Donish ijodiga chizgilar deb nomlangan adabiy kecha tashkil etildi. Tadbir viloyat axborot kutubxona markazida bo'lib o'tdi. Jizzax zaminida adabiyot, san'at va ma'naviyatga oshno qalblar uchun unutilmas bir tadbir, xotira va qadrlash kechasi bo'lib o'tdi. Kitobxonlik haftaligi doirasida o'tkazilgan ushbu uchrashuv mashhur bolalar shoiri, dramaturg, publisist va O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Ibrohim Donish ijodiga bag'ishlandi. She'r va so'z ohangiga to'lib toshgan bu kecha nafaqat adabiy badiiy tomondan, balki insoniy qadriyatlarni asrash borasida ham muhim ahamiyat kasb etdi. Mazkur kechada Ibrohim Donishning yaqinlari, hamkasblari, ijodkorlar, shoirlar, yozuvchilar va adabiyot muxlislari ishtirok etishdi. Tadbir davomida so'zga chiqqanlar ijodkorning boy hayoti va sermazmun ijodiy faoliyati haqida batafsil to'xtalib o'tishdi. Uning she'rlaridan namunalar o'qildi. Ayniqsa, taniqli shoira Sayyora To'ychiyevaning adibning hayotlik davridagi ijodiy faoliyati va insoniylik fazilatlari haqidagi iliq fikrlari va ijod namunalaridan keltirilgan parchalari barchaning e'tiborini tortdi. Tonggi shudring chechaklarida baxmal soyga yuzim yuvmasam, zomin tog'ning etaklarida etak yong'oq termasam. Ibrohim aka haqida eslaganda u kishi masalan mendan yoshlari ancha katta, lekin xuddi o'zini jo'ralaridek muomalada bo'lardik-da bizlar. Juda ham qattiq hazillashardik. Ko'rgan odamlar aytardi-da, bu sen otang qatori odam, sen nimaga unaqa qattiq hazil qilasan? Ama fe'llari shunaqa edi. Shuning uchun ham u kishi o'sha bolalar shoiri haqiqatan ham juda ko'p asarlar chiqqan, kitoblar chiqqan, juda ko'p ijodiy uchrashuvlar o'tkazilardi. O'shanda ham doim yur Abdujalol, meni ijodiy kecham bor, sen yozasan. O'zingiz yozib kelavering, ustozim o'zim haqimda o'zim yozamanmi? Hayda sen yozasan deb ko'p maktablarda, texnikum, oliy yo'qlarda uchrashuvlarda qatnashib yozardik. Ibrohim aka ajoyib inson edi. Shu oxiratlari obod bo'lsin. Albatta shogirdlar juda ham ko'p, ayniqsa Jizzaxda. Ular hamisha bizni yodimizda turadilar. Tadbirga o'zgacha fayz ulashgan sahna chiqishlari esa Jizzax shahridagi 13-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari, shuningdek Ibrohim Donishning nabiralari va evaralari tomonidan tayyorlandi. Ularning badiiy chiqishlari mehmonlarda iliq taassurot qoldirdi. She'r va sahna ko'rinishlari orqali ijodkor ruhiyatini, uning asarlaridagi teran g'oyalarni jonlantirdi. Dunyoda hech o'lmay desang, qoldir yurtda yaxshi nom. Avlodlaring eslar shunda, e'zozlar seni mudom. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, publisist, shoir Ibrohim Donishning ushbu satrlari bugun go'yoki o'zlarining xotiralariga bag'ishlab aytildi desak, mubolag'a etmagan bo'lamiz. Sababi bugun ishtirokchi sifatida xotira kechasida juda katta taassurot oldim. Aynan ijodkorni, ustoz sifatida qaraydigan ijodkorimizni qaytadan kashf etdim desam, mubolag'a etmagan bo'laman. Bu ayni kitobxonlik haftaligi olib borilayotgan bir paytda juda katta ma'naviy boy manba bo'lib xizmat qilishga ishonchimiz komil. Ijodkor sifatida shuni ayta olamizki, aynan mana shunday xotira kechalarini tashkil etilishi biz yosh avlodlar uchun ajoyib maktab bo'lib xizmat qiladi. Ibrohim Donishning farzandlari ushbu xotira kechasini tashkil etishda yaqindan ko'mak bergan barcha tashkilotchilar, ishtirokchilar va mehmonlarga chuqur minnatdorlik bildirib o'tdilar. Ular bunday tadbirlarning nafaqat ijodkor xotirasini e'zozlashda, balki yosh avlod qalbida adabiyotga, san'atga, vatanparvarlik va insonparvarlik g'oyalariga mehr uyg'otishda katta ahamiyatga ega ekanini alohida ta'kidladilar. Mazkur adabiy kecha shubhasiz ishtirokchilarga boy ma'naviy taassurotlar ulashdi. Ibrohim Donish ijodining betakror jilolari yana bir bor qalblarda jonlandi. Bu kabi tadbirlar xalqimizning madaniy hayotida muhim voqea bo'lib, o'zbek adabiyotining fidoyi namoyandalari merosini yosh avlodga yetkazishda beqiyos ahamiyat kasb etdi.